Aha. Xo'p, xudo xolasa bugun birgalikda Maragi haqida chuqurroq bir kirgan holda, lekin unaqa juda kuch o'zgarmagan holda vaqtinglarni ko'p olmayman. Eng kerakli narsalarni birgalikda ko'rib o'tgan bo'lamiz. Xo'p, bir daqiqa. Aha, boshladik. Nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, ovozda uzilishlar bo'ladigan bo'lsa, sirazi shu oxirgi postga yozib tursanglar bo'ladi, qarab turaman. Bismillah. Bo'lmasa boshladik. Assalomu alaykum yana bir marta yangi kirganlar uchun. Bugun Maragini qay darajada muhimligini bir chetidan ko'rib o'tgan bo'lamiz. Qisqacha bugun suhbatimiz qay tarzda ketadi degan savolga javob berib o'tsam, birinchi tanishuv qilib olamiz, kichkinagina qilib bir-birimiz bilan tanishib olamiz. Undan keyin o'sha aytganimdek Maragini qay darajada muhimligini bir ikkita misollar bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. Undan keyin bo'ladigan bo'lsa, ikkiga bo'lib Maragini yaxshilash texnikalarini ko'rib o'tamiz. Cho'g'uplar uchun, endi boshlaganlar uchun va chunko'guplar uchun, o'rta va yuqori darajadagi koreys tili o'rganuvchilari uchun bilganimizni Alloh qodir qilganicha sekin ulashgan bo'lamiz. Oxirida savol-javoblar bo'ladigan bo'lsa, bemalol savol-javob qilamiz, savollar bo'ladigan bo'lsa. Shuning uchun savollarni oxiriga olib qo'yamiz. Hop, mikrofonni yoqa olmayman. Oxirida savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol gaplashamiz. Okey, boshladik. Hop, qisqacha o'zimni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, Chonbuk Milliy universitetida hozirda koreys tili va adabiyot sohasida 4-kursda o'qiyman. Topik darajam 6. Va yaqinda mana shu aynan hozirgi suhbatimiz bilan bog'liq bo'lgan tanlovda g'olib bo'ldim. Ya'ni Koreyadagilar yaxshi bilishadi. Har yili o'tkaziladigan chet elliklar kuni bor. Aynan o'sha musobaqani 18-mart o'tkazilib o'tgan musobaqani Chonbuk viloyatida o'tkazilganida chet elliklar orasida koreys tili gapirish musobaqasida 3-o'rinni oldim. Men berdim maqtov yorlig'i. Mana shu yerda. Xo'p, endi sizlar bilan tanishib oladigan bo'lsak, yana ham suhbatimizni foydali qilishimiz uchun oxirgi izohlarga yozsanglar, kimni darajasi qanaqa? Ya'ni o'sha daraja bilan bog'liq imkon qadar Maragiga yo'naltirgan holda tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni o'shalar bilan bog'laymiz. Hozir bizni kimlar eshityapti va ularning darajasi qanaqa? Mana shuni bilishimiz kerak. Shuning uchun ozgina darajalar haqida yozib yuborsanglar. Koreys tilidan agar topik bo'lsa, topik yoki chungup yoki cho'gup darajada bilaman, hali topik topshirmaganman deb bir og'iz yozib yuborsanglar, shunga qarab sekin davom etamiz. Topik 3, eski tur. Topik 2, chungup. Yaxshi. Topik 5, lekin Maragi yaxshi emas, zo'r. Xudo xolasa Shahzodaga siz uchun juda ham foydalilar oxirida bo'ladi. Topik 4, topik 2, topik 1. Topik hali topshirmaganman, zo'r. Xudo xolasa endi boshlaganlar uchun ham foydali bo'ladi. Oxirida afsuslanmaslik uchun qancha darajani ko'tarib olib turib, keyin oxirida afsuslanib Maragim yaxshi emas deb shunaqa afsuslanish yig'ilib qolmasligi uchun qo'ldan kelgancha bilganlarimizni ulashamiz. Xo'p, topik 4, chungup 2, zo'r. Zo'r. Xo'p, endi kelinglar yana ham aniqlashtiramiz. Koreyada bo'lib turib Maragisi yaxshi bo'lmaganlar bo'lsa bitta yozib yuboramiz. Koreyada yozib yuborsak, qisqacha qilib yaxshi bo'lardi. O'zbekistonda bo'lib Maragini ustida ishlamoqchi bo'lib, hozirgi jonli darsimizga qo'shilganlar O'zbekistonda shunday yozib yuborsanglar, qaysi holatda Maragi yaxshi rivojlanmayapti, o'shanga ham yechimlar qilishga harakat qilamiz. O'zbekiston yoki Koreya. Bitta shuni ham yozib yuboraylik. O'zbekiston. Koreyada edim, hozir O'zbekistondaman. O'zbekiston. O'zbekistondan ko'proq menimcha. O'zbekiston, Koreyadan ham bor ekanlar gap yo'q. Koreya, O'zbekiston. Asosan O'zbekistondan ekan. Tushunarli. Zo'r. Xudo xolasa O'zbekiston sharoitida Maragini ko'tarishga va Koreyada qanaqa bo'ladi, bunisini ham ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Okey, zo'r. Bo'lmasa sekin keyingi oynaga o'tamiz.
Kelinglar maragiyni qay darajada muhimligini bir ko'rib o'tgan bo'laylik. Yaxshiroq tushuncha paydo bo'lsa, endi maragiyimni mana shu sababdan o'stirishim kerak ekan deb o'ylab ko'rgan yoki o'ylab ko'rmagan ba'zi bir jihatlarini ko'rib o'taylik. Agar O'zbekistondagilar ko'paygan, endi Koreyaga kelmoqchi bo'lib, agar talaba vizasi bilan kelmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, tehak myonjok bo'ladi, ya'ni universitetga suhbatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Bunda bizga maragi kerak bo'ladi, ya'ni universitetda bizda suhbat topshirishimiz kerak bo'ladi va buni ham ikkiga bo'lib olsak bo'ladi, yuqori va past universitetlar darajasiga nisbatan. Universitetimizni darajasi qay darajada yuqori, agar biz yuqori darajali nufuzli universitetda o'qimoqchi bo'ladigan bo'lsak, bizda maragi 100% kerak bo'ladi. Agar pastroq, amallab yetolsam bo'ldi Koreyaga deb turib, mana shunaqa munosabatda universitetga topshirib o'tganlar bo'ladigan bo'lsa oramizda, bu o'quvchilarga unchalik ham muhim emas deb ayta olmayman, muhim, lekin maragiga juda ham qarashmaydi. Ya'ni universitetda shu narsani sizdan so'rashadiki, men o'zim shu universitetga mana shunaqa suhbatidan o'tganman, o'quvchilarimni tayyorlab ko'rgan odam sifatida universitet suhbatiga shuni ayta olamanki, yuqori darajali universitet bo'lsa sizdan nimalar qaraladi? Bu gapira olishingiz ikkinchi darajali bo'ladi. Teskariroq qilib aytadigan bo'lsam, past darajalidan boshlaylik. Universitetingiz past daraja bo'ladigan bo'lsa, sizdan faqat eshitib tushuna oladimi bu suhbatda mana shuni tekshiradi. Topik darajasi bor ekan, yaxshi. Endi dars jarayonida professor gapirganda qay darajada eshitib tushuna oladi darsni. Mana shu narsani tekshiradi. Sizga savol beradi, ozgina amallab javob beradigan bo'lsangiz, hozir Koreyada talaba yetishmovchiligi, shuning uchun past darajali universitetlar oladi. Yuqori darajali universitetlar bo'ladigan bo'lsa, bu eshitib tushunishingizni bildirib berishligingiz kamlik qiladi. Buni endi gapirib ozgina fikrlaringizni ham kengroq bildirib berishingiz kerak. Ya'ni talab yuqori bo'ladi yuqori universitetlarga. Ichki raqobatda yutib chiqishingiz uchun maragingiz yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni yaxshiroq o'zingizni fikrlaringizni bayon qilib berishingiz kerak bo'ladi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, agar Koreyadagilar yoki O'zbekistonda bo'lib Koreyaga kelib o'qish bitirib keyin ishga kiradiganlar bo'lsa, hozir chiyop chungshim yo'q deb yozib qo'yganman. Ya'ni ishga kirishda eng asosiy talab qilinadigan narsalardan biri bu o'z-o'zidan maragi bo'lib qoldi chet elliklar orasida. Sabab, sizni topigingiz bor, yozib qo'yadi. Ish e'lonlarini ko'rgan bo'lsangiz, topik 3 yoki 4 bo'lishi kerak, shundan yuqori bo'lishi kerak deb ish e'lonlarida yozadi. Nimaga topik bilan hammasi hal bo'lsa, yana suhbat qiladi. Topik bilan, koreys tilini mana shu darajada bilar ekan deb shuni o'zi bilan olmayapti suhbat bilan. Ya'ni suhbatsiz. Suhbat qilib oladi. Ya'ni o'z-o'zidan maragi muhim. Qay darajada xodimlar bilan yaxshi chiqishib ketadi, ishdagi o'z o'rnini ko'rsata oladi. Ya'ni hozir bizga robot emas, hamkasb kerak. Ya'ni biz hamkasb ishga olamiz, robot emas. Biz bilan gaplashish kerak, ishda chiqishi kerak, chiqishib ketish kerak. O'sha muhitda bemalol prezentatsiya qilib berishingiz kerak bo'ladigan joylar bo'ladi. Mana shu uchun maragi muhim deb bemalol ayta olamiz. Endi o'zimning shaxsiy fikrlarimga keladigan bo'lsak, aynan mana shu koreys tili va adabiyoti sohasida 3 yil o'qigan odam sifatida bemalol ayta olamanki, hozirgi yangi chiqarilayotgan o'quv qo'llanmalari koreys tili o'rgatish uchun Seoul Hangugoni o'zini misol qilib aytishimiz mumkin. Eng tepa joyga ekan, to'g'rimi? Eng asosiy koreys tilini o'rganuvchi chet elliklar ana shu kitobdan o'rganishadi. Bu ham yaqinda yangilandi, bilganlar. Yangilangan kitobda qanaqa bo'lib chiqib keldi? Asosan maragiga chungshim qilib chiqib ketdi kitobda. Ya'ni ko'proq maragi bo'lsin, maragiga urg'u berilib, yangi qo'llanmalarda, hozirgi qo'llanmalarda maragi muhimligini e'tiborga olib, mana shunga asoslangan kitoblar chiqarilyapti asosan. Grammatikalarga sayoz yondashadi, ko'proq praktika bo'lsin deb turib mashqlar juda ham ko'payib ketgan bo'ladi. Ya'ni maragiga tikkilari ko'p bo'ladi. Va imtihonlarni ham oladigan bo'lsak, sekin jarayonda bo'lyapti, bittada bo'lib qolmaydi. Topik yo'q edi, endi gapirish muhimligini bizdan ham aqlli, ilmli bo'lgan professor, o'qituvchilar bor, buni kebal qilib rivojlantirib turadigan, mana shuni ustida ishlab tadqiqot qiladigan. Mana shular sekin imtihonga maragini ham qo'shishyapti. Maragini alohida imtihon qilib qo'shib, buni sekin yo'l yo'rig'iga tushirib olgandan keyin, hamma tizimlashtirib bo'lgandan keyin asosiy imtihonni ichiga tiqish ehtimoli katta.
xalqaro imtihon qilish uchun mana shunaqa sekin-sekin jarayonda ketyapti deb aytsak bo'ladi. Va O'zbekistonda ham men e'tibor berdim. Sejong Haktangmi yoki yana qanaqa o'quv markazlar bor? Hammasi Maragiga ko'proq urg'u beryapti, men bilishim bo'yicha. Ya'ni Kamyon Kalsurok deb e'lon berganini bitta ko'rib qoldim. Ya'ni borgan sari Maragi muhimlashib boryapti. Shuning uchun Maragi darsini ochamiz deb turib, Sejong universitetida Haktangda o'quv markazidagi e'lonni ko'rib qoldim. Va Koreyada yashaydiganlar biladi, Vegugin centerlar bor, har xil chet elliklar markazi yoki Kajok center deb aytamiz, oila markazlari. Mana shu joylarda ham Maragiga bag'ishlangan, faqat shunga cho'mishim qilib e'tibor berilgan, faqat Maragi ustida ishlanadigan kurslar ochilib boshlandi. Ya'ni borgan sari rivojlanib boryapti, Maragi muhimligiga hamma narsa olib ketyapti sekin-sekin. Shuning uchun koreys tilini o'rganyapsizmi? Topik bilan cheklanib qolmang. Ya'ni topik bilan hammasi hal bo'lib qolganda universitet suhbat qilmasdan olardi. Ishga kirayotganda ham topigingiz bilan agar hamma narsa bitib ketganda suhbat qilmasdan ishga ham olib ketardi. Shuning uchun sekin-sekin hamma narsa Maragiga qarab ketyapti. Mana shu narsani o'zingiz uchun bilib olsangiz, qayd qilib qo'ysangiz, menimcha yaxshi bo'ladi. Okey. Endi kelinglar. Xo'p, Chogupdan boshlab sekin Maragi haqida gaplashib boshlasak. Hop. Ovoz yaxshi eshitilyapti, bitta tekshirib olaylik. Bitta yaxshi ketyaptimi, tushunarli bo'lyaptimi? Izohlarda bitta plus bosib qo'ying, iltimos. Okey, alhamdulillah, yaxshi. Endi Choguplar uchun Maragini qanaqa qilib rivojlantiramiz, mana shuni sekin ko'rib o'tgan bo'lamiz. Sizni darajangiz shu 1A dan 2B gacha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Chogup bo'ladigan bo'lsa, siz darajangiz nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Mana shularni bitta ko'rib o'tgan bo'lamiz. Eng avvalo sizni darajangizda eng muhim narsa bu tikki bo'ladi. Maragi uchun tikki juda muhim narsalardan biri. Buni keyinroq ham ko'rib o'tamiz. Hozir batafsil, undan oldin hozir Chogup o'zida ko'rib o'tadigan narsamiz asosan o'zingizni kitobingizni ichida chiqadigan narsalardagi maragilar bo'ladi, ya'ni tikkilar bo'ladi va maragi qilib alohida suhbatlar, tevalar berilgan bo'ladi, xevalar. Mana shu narsalarni diqqat bilan o'qib, nima, qanaqa parim, qanaqa talaffuz bo'lib ketyapti, hammasiga e'tibor bilan qaytarishimiz kerak. Bizga masalan o'qituvchimiz yodlatardi, o'sha kitob oxirida chiqadigan grammatikalar, so'zlar mustahkamlash uchun beriladigan dialoglarni yodlatardi va eshitib turib o'zimizga bilan solishtirardi, qanaqa talaffuzimizda qanaqa o'zgarish bo'lyapti, qay darajada koreyslarniki bilan o'xshatilyapmiz. Mana shu narsalarni solishtirib dars qilar edik. Bu birinchisi. Endi ikkinchi navbatda ovoz berib turib so'rinagi deb yozib qo'yganman. Ya'ni siz hozir darajangiz boshlang'ich bo'ladigan bo'lsa, ilkilar bo'ladimi, nimadir matnni o'qishga o'qituvchi beradi yoki uyda o'zingiz o'qib turib tarjima qilasiz, boshqa bo'lasiz yoki tanvamgagi deb yozib qo'yganman, so'z yodlashda bo'ladi. Imkon qadar ovozingizni chiqarib, baqirib gapirishingiz kerak. Mana shunaqa qilib yodlab mashq qilishingiz kerak boshidan boshlab. Ya'ni zina chiqib borasiz. Hozir boshlang'ich zinadan sekin-sekin ovozingizni chiqarib o'qib mashq qiladigan bo'lsangiz, maragingiz yaxshilanadi. Agar u darajangiz ko'tarilib bo'lgandan keyin gapirishni boshlasangiz, o'zingizdan o'zingiz shubhalanib boshlaysiz. Qanaqadir adashib ketib qoladigandek gapirsangiz, talaffuzingiz yaxshi chiqmay qoladi. O'zingiz ham g'alati bo'lib boshlaysiz. O'rganmagan bo'lasizda. Bu darajangiz ko'tarilgandan keyin srazu uzun murakkab gaplarni gapirishdi. Hali gapirib yurmagan odam bo'lsangiz, qiynalishingiz tabiiy. Shuning uchun boshidan har bir o'qiydigan narsangiz bo'lsin,
so'z yodlashlar bo'lsin, ovozingizni chiqarib talaffuz qilishingiz kerak bo'ladi. Bu talaffuzingizga ham yordam beradi, tikkingizga ham yordam beradi. O'z-o'zidan o'zingiz ovozingizni o'zingiz eshitib, sekin-sekin tikkingiz ham oshib boradi. Eshitish qobiliyatingiz. Va maragiga o'zi nima deydi, cho'g'ibda juda katta harakat qilmagan ma'qul deb o'ylayman. Asosan o'zingiz o'rgangan narsalaringizni mustahkamlab o'rganib ketadigan bo'lsangiz, mana shu narsa yetarli. Va bitta texnika bor, mana shuni ishlatsangiz bo'ladi. Hali darajangiz pastroq bo'lgani uchun juda unaqa murakkab gaplasha olmaysiz. Shuning uchun men doim o'quvchilarimga tavsiya beradigan texnika 50-50 texnikasini ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, biladigan so'zlaringiz bilan bilmaydigan so'zlaringizni koreys tili, o'zbek tili aralashtirib gapirasiz. Men Xokkayga borib keldim. Olma juda ham shirin ekan, emasda, misol uchun sagva juda ham shirin ekan. Misol uchun bilgan so'zlaringizni maksimal ishlatishga harakat qilasiz. 50-50 texnikasi. Boshida boshlayotganingiz, mana shular katta yordam beradi. O'zingizga ishonch, tilda gapirishda bo'lmasa, borgan sari tilda gapirishingiz cho'kib boraveradi. Eshitib tushunishingiz yaxshi bo'lishi mumkin. O'qib tarjima qilishlaringiz zo'r bo'lishi mumkin. Sigirlarni yorib yozib tashlaysiz. Lekin maragingiz sekin-sekin cho'kib boraveradi. Shuning uchun bu ham anaqada nima deymiz, ko'nikma bittada bo'lib qolmaydi-da. Shuning uchun boshidan boshlab sekin-sekin qilib boradigan bo'lsangiz, o'zingizga anchagina oson bo'ladi. Shuning uchun mana shu narsalarni aytgan bo'laman. Boshida boshlang'ich cho'g'iblar uchun mana shu yetarli. Agar hammasi juda ham silliq ketdi, menda juda ham oson bo'lyapti, yana ham ishlashni xohlayman, ustimda cho'g'ib bo'lsa ham deydigan bo'lsangiz, o'zingizni darslaringizni qoyilmaqom qilib qo'yayotgan bo'lsangiz, o'sha o'qituvchi beradigan, sizga beradigan vazifalarni zo'r qilib topshirib, yana ham shijoat jo'shib turgan bo'lsa, YouTube'ga yozsangiz bo'ladi. Bemalol o'zingizni darajangiz qanaqa, 1A mi, 1B mi, qaysi darajadasiz? Mana shunda inglizcha yozsangiz ham, koreychada podcast deb yozib, cho'g'ibmi, qanaqa darajangizni, sujuningizni yozadigan bo'lsangiz, o'zingizga mos tikkilar kelib chiqadi. Eshitish juda ko'p bo'lishi kerak. Qancha ko'p eshitasiz, shunda sekin-sekin gapirish chiqib boshlaydi. Ya'ni suhbat ikki tomondan olib boriladi. Faqat siz gapirmaysiz-ku. Kimdir sizga gapiradi, uni eshitasiz, yaxshi tushunib borasiz. Undan keyin u sizga nima savol berayotganini tushunganingizdan keyin gapirishni boshlaysiz, unga atvet qilasiz, javob qilasiz. Shuning uchun eshitish juda muhim. Shuning uchun cho'g'ib darajada juda unaqa murakkab narsalarga harakat qilmasdan, ya'ni siz endi fundament quryapsiz, sirazi men tom yopishim kerak, qachon tom yopaman, tom yopish o'xshamayapti, bu deb turib bunaqa qilish, nima deydi, o'zingiz siqib tashlash shart emas. O'zingiz hozirgi darajangizni mustahkam o'rganib boradigan bo'lsangiz, ana shu vaqti kelganda bittada zo'r gullab ketadi maragingiz. Ya'ni hali sizda bor devor ko'tarishingiz kerak, boshqa qilishingiz kerak, lo'mboz qilishingiz kerak. Sirazi tom yopishga o'tib ketmang, ya'ni maragiga o'tib ketmang. Oldin fundamentni zo'r qilib olib, keyin maragiga qarab o'tsangiz bo'ladi. Xo'p. Endi chunko'gibga o'tadigan bo'lsak, chunko'gibimizda nimalar qilishimiz kerak? O'rta va yuqori darajani bitta qilib gapirib o'taman. Aytganimdek, bu ko'nikma bo'lganligi uchun bitta dars o'zida sirazi bo'ldi, mana shunaqa ekan, mana shunaqa qilsam yaxshi bo'lib ketar ekan. Bittada bo'ladigan narsa emas. Ko'nikma bo'lganligi uchun ozgina buni ustida ishlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi o'rinda podcast deb yozib qo'yganman, ya'ni boya aytib o'tganimdek, eshitish bizda juda muhim maragi uchun. Nimaga muhim? Tikki maragi deb yozib qo'yganman. Buni ozgina tushuntiradigan bo'lsak, siz tasavvur qiling, inson oyog'i ikkita bo'ladi va yonma-yon yuradi, to'g'rimi? Orada nima deydi, yarim metr farq bilan bitta oldin tashlaysiz, bittasi orqada bo'ladi. Keyin unisi oldinga chiqadi, to'g'rimi? Yurishingiz davomida. Bittasi 20-30 metr oldinlab keta olmaydi bir dona oyog'ingiz. Xuddi shunga o'xshagan tikki bilan maragi doim yonma-yon yuradi. Sizda tikki yaxshi bo'lsa, maragi ham yaxshi bo'ladi. Siz nima deydi, 10-sinf maragisini xohlayapsiz, lekin tikkingiz bu yoqda 2-sinfda yotibdi. O'z-o'zidan bittada sakrab, bitta oyog'ingiz o'zi chiqib qolmaydi 10-etajga, 10-sinfga. Birga chiqadi. Shuning uchun tikkini yaxshilashimiz kerak. Biz 80% eshitamiz, 20% gapiramiz. Ya'ni gapirishimiz juda kamroq bo'ladi. Ko'proq ma'lumot eshitamiz. Yoshligimizdan boshlab, chaqaloqligimizdan boshlab ko'proq eshitamiz, kamroq gapiramiz. Birinchi kiradi, keyin chiqadi degan texnika ham bor. Birinchi ko'proq
quloqdan kiradi, keyin og'izdan chiqadi. Shuning uchun ko'proq eshitishimiz kerak bo'ladi. Va ko'g'ibda juda muhim narsa bor. Bu joyga kelgandan keyin siz o'zingizni darajangizdan tashqariga chiqishingiz kerak, chunki siz rivojlanishingiz kerak. Faqat topikni ichida bo'lib qolmang. Topikdagi bitta savolni ko'rib qoldim, savollar bo'lsa beringlar deb yozganimda, o'zimning kanalim ham bor, mana shu Chombuk koreys tili maktabi kanalida ham savol berishgan ekan. Tikkim yaxshi emas. Eshitsam tushuna olmay qolaman, tez gapirib yuborgandek bo'ladi, deyilgan narsa bo'lyapti. Buni yechim sifatida bemalol ayta olaman. Topikdan tashqariga chiqishingiz kerak. Agar faqat topik ichida bo'ladigan bo'lsangiz, boyagi so'z ba'zida grammatika ba'zani yaxshilab qo'yib olgandan keyin, asos yaxshi bo'lgandan keyin sekin topikdan tashqaridagi tikkilarga chiqishingiz kerak. Podkastda deydi, endi koreys tilida podkastlarga chiqishingiz kerak. Bu podkastga chiqqaningizda ham chet elliklarni o'rganayotgan koreys tilidan boshlang. To'g'ri, agar qiyin bo'lib ketadigan bo'lsa, shundan boshlaganingiz ham ma'qul. Chunki topikdan birdaniga koreys tili o'rganuvchilar uchun chiqarilgan podkastga sakraysangiz ham biroz qiyinroq bo'ladi boshida. U sizga osonlik qotgan bo'lsa, bir 80%larcha tushunadigan bo'lsangiz, siz koreyslar uchun ishlab chiqarilgan podkastlarga o'tishingiz kerak. Ya'ni mana shu narsalarni tabiiy koreys tilini ko'proq eshitsangiz, o'z-o'zidan sizda topikdagi tikkingiz ham rivojlanib ketadi. Maragingiz ham rivojlanib ketadi. Ya'ni maragiga ishlar ekansiz, sizda hammasi rivojlanib boshlaydi. Boyaga insonning oyog'i singar, hammasi yonma-yon bo'ladi. Bittasi tepada, bittasi pastda qolib ketmaydi hayotda. Bir-biri bilan doim uzviy bog'liq, bir-biri bilan birga yuradi. Shuning uchun topikdagi tashqari tikkilarni eshitishimiz kerak. Har xil ko'rsatuvlar, farqi yo'q, o'zingiz qiziqishingiz nima. Misol uchun futbolga qiziqadigan bo'lsangiz, YouTube'da futbolni tahlil qiladigan koreyskiy ko'rsatuvlar to'lib yotibdi. Shundan olib haftada 2 marta bo'lsa ham ko'ring o'shani. Ko'rib, tahlil qilib, qanaqa nima haqida gap ketyapti, tahlil bilan. Shunchaki ko'rib qo'yganingizni foydasi yo'q. Tahlil bilan ozgina to'xtatib, nima gapiryapti, bu yerda nima uchun ishlatilyapti, mana shunday qilib ishlatadigan bo'lsangiz, tikkingiz yaxshilanadi. Sekin maragingiz ham yaxshilanadi. Tikki ko'p eshitaversangiz, maragi o'z-o'zidan chiqib ketib qoladigan narsa. Hozir ham texnikalarini ko'rib o'tamiz. Tikki juda ham muhim. Siz tikkingiz bo'lmasa, boyagi yaxshi, o'rta darajadagi tikkingiz bo'lmasa, maragiga harakat qilishingiz qiyin. Ya'ni faqat siz o'zingiz gapirmaysiz, boya aytib o'tganimdek. Sizga koreyslar gapiradi yoki koreys tilini yaxshi biladigan bitta odam gapiradi. Siz uni eshitasiz-da, mana bunaqa ekan, yo nima, yo'q yoki nimadir degan ma'lumotli javob berasiz. Siz o'zingiz gapirasiz, koreys gapirsa eshitib tushunmasangiz bo'ldi, shu yerda o'zida to'xtaydi suhbat. Shuning uchun tikkidan boshlashimiz kerak, birinchi o'rinda. Undan keyin sekin o'zi maragiga qanday o'tib ketib qolganimizni o'zingiz ham bilmay, his qila olmay qolasiz. Ya'ni kutmaganingizda bo'lib qoladigan narsalar. Va sodda gap deb yozib qo'yganman. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, men Koreyaga birinchi marta kelganimda universitetimizda ko'p koreys tili darslari qo'yib berilgan, koreys professorlari tomonidan o'tilgan. Shunda maragi darsi bor edi. Maragi darsida bitta professorimiz zo'r gaplar aytgan. Men endi sigisini ham olganman, u o'qituvchini, maragisini ham olganman. Sigi darslarida shunaqa narsani aytib o'tganki, yozayotgan fikrlaringni murakkablashtirib uzun qilib yozib tashlamagan hayotda. Bu narsa sigida ham senga kambal olib kelib beradi. Gapirayotganingda fikrlaringni bo'lib tashlaydi. Ya'ni sendagi asos, ya'ni o'tkir fikrlar chiqmaydi sizda. Tasavvur qiling, men ertalab turib maktabga borib, maktabdan keyin o'qishdan chiqib, choy ichib, do'konga borish uchun suv ichmoqchi edim degan gaplaringiz, boshidagi gaplaringiz bo'linib ketadi. Siz eshitayotgan odamda siz gapirmoqchi, nimani yetkazib bermoqchi bo'layotganingizdagi xulosasi kesilib ketadi. Men ertalab turdim. Maktabga borish uchun choy ichdim. Misol uchun 2 gapni murakkab qilib bog'lasangiz bo'ladi. Eshitib ko'ring podkastlarni. Qay darajada unaqa murakkab gaplar ketadi. Murakkab gaplar asosan ilkida o'qiyotganingizda uchrashi mumkin, sigida ko'rishingiz mumkin. Maragida siz o'ylaganchalik murakkab gaplar ketmaydi. Shuning uchun gaplarni murakkablashtirmasligimiz kerak. Qadamma-qadam. Hozir buni ham yana keyingi oynada ko'rib o'tamiz.
hozirgi aytmoqchi bo'lganlarim mana shu oynada ko'rib o'tadiganimiz mana shu. Ya'ni gaplarni umuman murakkablashtirmang. Aytmoqchi bo'lgan fikringizni bo'lib ayting. Boshida ko'pchilikda mana shunaqa bo'ladi. So'zlarda yaxshi, grammatika ba'zi yaxshi, gapirishni boshlaydi, keyin tutilib qoladi. Nima deb oxirini tugatishni bilmay qoladi. Oxirini qaysi grammatikani qo'shay ekan yoki qaysi gap bilan tugatay ekan deydi, to'xtab qoladi. O'zingiz tushunib olasiz keyin, ha, bunaqa demoqchimisan deb koreys so'raydi yoki men so'rayman. O'qituvchi bo'lib o'zim Maragidan dars o'tamanda, mana shunaqa deb aytmoqchimisiz deb so'rayman. Ha deydi. Shunaqa demoqchi edim. Shuning uchun fikrlaringiz bo'lib yetadigan bo'lsangiz, o'zingiz ham qiynalmaysiz. Bu boshlanishiga sirasi tepaga chiqib keta olmaysiz. Qadam ko'taryapsiz bo'ladi, mana shunaqa. Keyin yana bitta muhim narsa bor. Men so'zlarni yaxshi yodlaganman. So'zni o'zimni so'rasangiz bemalol aytib beraman, lekin gapirayotganda Maragida men yaxshi ishlata olmayapman degan narsa ko'p bo'ladi. Ovi Xorionpop deb yozib qo'yganman. Bunga grammatika o'rgangandek o'rganishingiz kerak. Endi siz chung'ub darajadan ko'tarilyapsizmi? O'z-o'zidan siz endi grammatika o'rgangandek so'zlarni o'rganishingiz kerak. Ya'ni bitta so'zni oldingiz, o'rgandingiz, u qachon ishlatiladi, qayerda ishlatiladi, qanaqa uslubda ishlatiladi. Xuddi grammatika o'rgangandek o'rganib yodlashingiz kerak. Shunda ishlata olasiz u so'zni. Ya'ni bu uchun ko'p vaqt ketmaydi-yu, so'zni hech qanaqa qoidasi bo'lmaydi-yu. Shunchaki bitta to'xtab turib o'ylab qo'yish kerak. Bu so'z mana bu kontekstda keldi. Mana bunaqa joyida keldi. Bu so'zdan oldin bu gaplar keldi. Bundan keyin mana bu gaplar keldi. Mana shunaqa joylarda kelar ekan deb bitta o'ylab qo'yishingiz yetadi. Shu so'zni qaysi joylarda ishlatish, xuddi grammatikadek o'rganish deganimga mana shuni o'zini misol qilib olsak bo'ladi. Xo'p, sinonim grammatikalar bo'ladi. Misol uchun chemitta, shingihada degan so'zlarimiz bor. Qiziqarli. Ikkaloni ham qiziqarli deb yodlab o'tib ketdingiz. Siz qaysi birini qaysi joyda ishlatishni bilmaysiz, ishlata olmaysiz o'z-o'zidan. Shingihada nima degani deb sizdan so'ralsa, siz javob berishingiz mumkin. Chemitta bilan bir xil, qiziqarli degani, lekin uni joy urib ishlatib keta olmaysiz. Ozgina qaysi joyda ishlatiladi, nima, mana shularni bilmasangiz. Buni bilish uchun boyaga aytganimdek ozgina kontekst bilan ishlash kerak bo'ladi. Shingihadani ko'radigan bo'lsak, qiziqarli. Qanaqa qiziqarli? Nimanidir ko'rib qolasiz. U birinchi marta ko'rasiz va siz hayron qolasiz. O'sha paytda qiziqarli. Chemitta bo'ladigan bo'lsa, qanaqa bo'ladi bu? Zerikarli emas, nimadir qilish qiziqarli. Mana shunaqa farqlar. Xuddi shunga o'xshagan farqlarni bitta ko'rib o'tib ketishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Endi kichkinagina bitta texnikani ko'rsak, mana shuni o'zi bilan ham ko'p narsani o'zi hal qilib olsak bo'ladi bemalol. Diqqat qilinglar mana shu narsaga. Buni bemalol cho'g'ib darajadagi o'quvchilar ham ishlasa bo'ladi. Savollar texnikamizda o'zi savollar berilganda ikki xil uslubda beriladi. O'zi bu juda ham sodda narsa. Birinchi uslubimizda ne-anyo bilan javob beriladigan savollar beriladi. Oddiy, ya'ni shunaqa savollar sizga beriladiki, ne-anyo bilan bemalol vaziyatdan chiqib ketsangiz bo'ladi. Misol uchun pammog'osoyo desa, ne hech narsani bilmadingiz, ne desangiz ham bo'ladi, misol uchun. Ovqat yedingmi deganiga ha desangiz bo'ladi. Yemasangiz yo'q. Yoki xuddi shu kontekst o'zidan foydalanib turib, ya'ni javob berib yuborsangiz bo'ladi. Anyo, ammogosoyo, ne mogosoyo. Misol uchun ha yedim yoki yo'q yemadim deb turib, o'zini gapini ichidan olib turib javob bersangiz bo'ladi. Bu ha yo'q javoblar turiga kiradi, misol uchun. Juda ham oson. Yoki takinnesoyo deb so'radi. Hammasini tugatdingmi deb so'rasa, siz nima deysiz? Ha, tugatdim deysiz yoki yo'q, hali tugatmadim deyishingiz mumkin. Ya'ni mana shu bilan qisqagina javoblar bersangiz bo'ladi. To'g'ri, boshqacha javoblar ham bersangiz bo'ladi. Suhbat to'xtab qolmasligi uchun eng boshlang'ich darajasi mana shunaqa javobni berib o'tib ketsangiz bo'ladi. Bu bitta tomon. Endi ikkinchi tomoni, biz ma'lumot bilan javob berishimiz kerak. Qanaqadir ma'lumot bo'lishi kerak ichida. Bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun, pammog'osoyo demaydi-da, pammog'osoyo deb so'rashi mumkin. Nima ovqat yeding deganiga siz ha demaysizmi? Ha yoki yo'q demaysiz, to'g'rimi? Bu javob bu o'z-o'zidan g'alati, to'g'rimi? Siz bunga yo'q, men yemadim yoki men hali qornim to'q edi, shuning uchun yemadim, ha? Chomshimte mani mog'oso 지금 배가 불러가지고 좀 이따가 먹을 거예요. 혼자
tishiningga cho'g'ib bo'lyapti deydi. Misol uchun javob berib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda ne anyo bilan javob bera olmaysiz. Ma'lumot bilan javob berishingiz kerak. Onga o'chirib qo'yib, qachon kelasiz desa, ha, yo'q demaysiz misol uchun, to'g'rimi? Bu yerda ma'lumot bilan javob berishingiz kerak. Mana shu ikkita texnikani, ya'ni mana shu ikkita tur bilan siz ko'p ishlar qilib olsangiz bo'ladi maraging ustida ishlayotganingizda. Mana shularni mavzulashtirasiz. Ya'ni ba'zi mavzularni, bitta mavzuni olasiz, misol uchun sport mavzusini olasizda, sport bilan bugun shug'ullandingmi desa, ha, ne undunga misol uchun, xuddi shunga o'xshagan ha, yo'q bilan bitta tuzib chiqasiz. Undan keyin xuddi shu sport bilan bo'ladigan mazmunda ha, yo'q bilan emas, qanaqadir mazmun bilan javob beradigan savollarni tuzib chiqsangiz bo'ladi, mavzulashtirib. Bu nimaga yordam beradi? Misol uchun siz uchun darajangiz chung'ub yoki ko'gib, siz ba'zi so'zlar sport bilan bog'liq ba'zi so'zlarni cho'g'ib paytida yodlagansiz. Ba'zilarni ko'chada eshitib yodlagansiz, ba'zilarni podkastda eshitib yodlagansiz, ba'zilar topik ichida chiqqan, topik tahlil qilish ichida. Ya'ni hamma so'zlar har xil joyda chiqqan. Mana shu so'zlarni siz mavzulashtirib turib, bitta yonsib qo'ya oladigan bo'lsangiz, mashq qiladigan bo'lsangiz, o'zi sizga ba'zi shakllanadi. Bitta papka ochiladi miyangizda. Sport bilan bog'liq bitta papka ochiladi. O'sha papkaga joylanadi shu berilgan savollar, javoblar, qay darajada siz mashq qiladigan bo'lsangiz, mana shular sizning miyangizda qoladi. Xuddi shunga o'xshagan mavzulashtirib turib, ikkita uchta har xil o'zingizni o'ylab ko'rishga majbur qiladigan savollarni sekin-sekin tanga darajalarini oshirib boraverasiz, qiyinroq javob beradigan qilib. Boshida ha, yo'q bilan, keyin sekin-sekin kattaroq mavzularga o'tsangiz bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab mavzulashtiradigan bo'lsangiz, maragingizga juda katta yordam beradi. Mana shunday qilib ozgina mashq qilishimiz kerak bo'ladi. Okey, oxirgi bo'limlarga kelyapmiz. Yakunlashimizga ozgina qoldi. Hop, boya aytib o'tganimdek, guruhda aytib o'tishdi. Menda tikki yaxshi, so'zlarim yaxshi, lekin maragi yaxshi emas deyilsa, sizda juda ko'p etaplar bosib o'tilgan, maragiga juda ham ozgina qolgan. Siz shu yerda to'xtab qolgansiz. Maragiga qarab ozgina yurish kerak, ya'ni zina ko'tarilib boryapsiz. Bitta zinada to'xtab qoldingiz. O'zi 10-etapgacha bo'lsa, zina, siz 7-etajda to'xtab turibsiz-da, ozgina yana chiqishingiz kerak. Bu hammadan o'tadi. Mendan ham o'tgan, boshqa koreys tili, ko'proq koreys tilining ichida yurgan odamdan so'raysiz, hamma narsa buni aytib o'tishadi. Ya'ni qo'yxona deb yozib qo'yganman, ozgina nima deydi? Noo'rin misol bo'lishi mumkin, shoshilganda buni yozib qo'ydim. Ya'ni siz hozir nima deydi, qo'yxonani oldida turibsiz-da, ozgina yursangiz qo'yxonadan o'tib ketasiz-da. Ya'ni siz burningizga noxush hidlar kelyapti. Siz shu yerda tursangiz kelaveradi-da shu hid. Ya'ni tursangiz, joyingizda tursangiz maragingiz rivojlanmaydi-da. Joyingizda turaversiz. Ozgina harakat qiladigan bo'lsangiz, yaxshi anaqaga o'tasiz, ya'ni yaxshi xushbo'y hid keladigan joyga o'tasiz. Qo'yxonadan o'tsangiz, juda yaxshi hidlar kelib boshlaydi, burningizga urila boshlaydi. Xuddi shunga o'xshagan. Ya'ni boshqa chiroyliroq misol qiladigan bo'lsam, siz nima desak bo'ladi? Suv oldida turibsiz, shu ko'prikdan o'tib olsangiz bo'ldi, yog'iga suv yo'q. Kema-pemada o'tib olasizmi? Har xil yo'llar bilan suvdan o'tib oladigan bo'lsangiz, bu yog'iga suv yo'q. Xuddi shunga o'xshagan. Ya'ni qiyinchilik bilan birga osonchilik bordir degan narsa bor bizning dinimizda, hammamizga ma'lum. Xuddi shunga o'xshagan to'xtab qolishimiz kerak emas. Faqat va faqat oxirida biroz mashq qiladigan joyi keladi. Ko'pchilikka o'zida naqa bo'lmaydi, mashq qilmaydi, ya'ni muhimlik darajasini ozgina tushirib olgan bo'ladi o'zi uchun. Topik kerak, nima uchun boyagi universitetga kirish kerak, Koreyaga ketib olish uchun shart qilib qo'yilgan. Shuning uchun ham majbur bo'ladi, yoqsa yoqmasa o'qishga. Maragi uchun ozgina harakat qiladi. Koreyadagi odam bo'lsa, ishga chiqib kelyapti, ishi bo'lib turibdi, maragisiz ham ish bo'layotgandek tuyuladi. Shuning uchun maragi ustida ishlamaydi, po'gi qilib qo'yadi, o'zi voz kechib qo'yadi, ozgina davomiylik kerak bo'lganligi uchun. Shuning uchun mana shu boyagi qiyinchilik ham o'tadigan etap. Mana shundan ozgina sabr qilib o'tib oladigan bo'lsangiz, bu doim ichida yuradigan narsa emas-da. 1-2 oy mashq qilib maragingizni kuchli qilib oladigan bo'lsangiz, keyin bemalol boshqa ishlaringizni qilib yursangiz bo'ladi. 1-2 oy mana shunga sabr qilib, ozgina mashq qilib olib, ko'tarib olishimiz kerak bo'ladi. Okey.
Bugungi ajratilgan aytib bermoqchi bo'lganlarim mana shular edi. Aytib o'tganimdek, Maragi bu o'zi bitta katta ko'nikma. Bitta dars o'zida hammasini sig'dirish qiyin. Shuning uchun hozirgacha mana shular bo'ldi. Aytib bermoqchi bo'lganlarim. Bemalol savollar bo'lsa, izohlarga yozsanglar eshitamiz va javob beramiz, xudo xohlasa. Okey. Qo'l ko'targanlar bo'lsa, mabodo bitta ko'rib o'tamiz. Javohir aka, mikrofoningizni yoqdim. Savol bo'lsa, bemalol bersangiz bo'ladi. Xo'p, savollar bo'ladigan bo'lsa, qo'l ko'tarib yoki izohlar qismiga yozib so'rasanglar bo'ladi. Savollar bo'lmaydigan bo'lsa, yakunlasak ham bo'ladi. Okey, qo'l ko'targanlar bor ekan. Ruxsat beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Salomatmisiz? Aka, men kars tiliga o'qiyotganimga 1 yil bo'ldi. Aha. Podkastlarni ko'rib, sal-pal tushuna olaman, lekin subtitr bilan tushunaman. Shuni qanaqa yo'qotsa bo'ladi? Subtitr bilan ko'rishni. Va podkastlar bilan maragini chiqarsa bo'ladimi? Albatta, zo'r bo'ladi. Nega bo'lmaydi? Xo'p, umumiy o'zi koreys tili darajasi qanaqa? O'zi grammatikalari qay darajada o'rgangansiz? Qaysi etapgacha, qaysi darajagacha so'zlar? Men topik 2 bor. Hozir topik 2-chi qismiga o'qiyapman, Chungub Kogubga. Grammatikalar, normal grammatika bilaman. Chungub daraja grammatikalari so'zlaridan ba'zi sizda yetarli, to'g'rimi? Va endi boshladingizmi shuni? 500 tacha bor Chungub. So'zlaridan, Endi ko'paytiryapman yana. Demak, siz endi boshlagansiz, Chungubga yaqinda o'tgansizda, to'g'rimi? Endi o'rganyapsiz Chungub darajasini. 1 oy bo'ldi. Agar boshidan eshitib o'tirgan bo'lsangiz, suhbatni bu tomonlariga ozgina to'xtalib o'tdim. Ya'ni, siz endi o'tgan bo'lsangiz, siz yuqori cho'gib deb aytsa ham bo'ladi-da, siz endi Chungubga o'tibsiz chunki. Yuqori cho'gib, boshlang'ich Chungub deb aytiladi. Boyaga aytib o'tganimdek, siz endi Chungubga o'tgan bo'lsangiz, sekin-sekin harakatni boshlasangiz bo'ladi, podkastlar bilan sekin. Boyagi boshida sразу hech kim ham tushunmaydi, faqat koreysdan eshitadigan bo'lsa yoki YouTube nimadir videolar ko'rsa, hech kim ham to'g'ridan-to'g'ri tushunib bormaydi. Qachon siz tushunasiz, eshitgan narsalaringizni, o'rgangan narsalaringizni chiqib qolsa eshitib tushunasiz. Nimadir podkastda bitta so'z chiqsa, men yodlagan so'zim chiqib qoldi deysizda, shungagina quloqingiz eshitadi, shuni so'zni tushunadi, qolganlarini sortirovka qilib o'tkazib yuboradi. Tushunmay qolaverasiz qolgan joylarini. Qaysi joylarini o'rgangan bo'lsangiz, shuni tushunasizda. Bu tabiiy holat. Shuning uchun oldin bazani shakllantirib olish kerak. Koreys tili yaxshilab umumiy koreys tilingizni ko'tarib olsangiz, undan keyin farqi yo'q, siz topikka kirasizmi yoki tikka eshitasizmi, hammasi zo'r ketib boshlaydi. Boshqa narsalarga chalg'imasdan asosan umumiy koreys tilingizni ko'tarib olishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Shuni ichida maragi qolib ketmasin, boyaga aytganimdek, oyoqda bitta oyog'ingiz orqada, maragi oyoq orqada qolib ketmasin, birga ketsin tikki bilan. Shuning uchun boyagi podkastlarda har doim eshitgan narsalaringizga diqqatli bo'lib, nima ketyapti, qanaqa ketyapti, so'z yodlayotganingizda qaysi kontekstdan chiqyapti, shularga e'tibor berib, boyagi texnikalarni qo'llasangiz bo'ladi. Yana texnikalar ko'p-ku, endi hammasini nima deydi, bittada aytib tushuntirib o'rgatishga ham vaqtimiz yetmay qoladi, boyagi aytganimdek. Katta ko'nikma maragi. Aka, yana bitta savolim bor. Nega kinolar bilan podkastni farqi bor bilasiz? Qanaqadir kino tez gapirib tashlaydi. Podkastda unaqa aniq-aniq ish qiladi.
Bu kinoni ko'radigan darajaga chiqish uchun nimalarni tavsiya qilasiz? Hmm. Boyagi aytganimdek, siz podkastlarda haqiqiy kinolar endi chet elliklar uchun chiqarilmaydi, koreyslar ko'rish uchun chiqariladi. Umumiy koreys tilisi, shuning uchun yuqori koreys tili bo'ladi. Siz hozirgi eshitayotgan koreys tilingiz ham, ya'ni podkastlaringiz ham haqiqiy koreyslar uchun chiqarilgan podkastlar bo'lsa, tez gapiradi. 100%. Sebash bor misol uchun, yana nima katta ko'rsatuvlar bor, yangiliklar bor. Bularni ko'rsangiz faqat kinoda emas, hammasida tez gapiradi. Ya'ni tabiiy koreys tili tezligida gapiradi. Boyagi koreys tilini o'rganuvchilar uchun chiqarilgan podkastlar bor. Hozir ko'payib ketdi juda bozorda. Bular sekinroq gapiradi, ya'ni tushunsin, o'rgansin, ya'ni o'rgatish uchun chiqarilganda bu. Shuning uchun siz ham agar darajangiz juda sekin-sekin ko'tarilayotgan bo'lsa, haqiqiy koreyslar uchun chiqarilgan podkastlarga sakring. O'shanda sezasiz kino bilan farqi yo'qligini. Aha. Aka misol uchun men Koreyaga borib qolsam, shevasi bilan boshqa joyga tushib qolsam-da, ularni tushuna olamanmi, yo'qmi? Umumiy koreys tilingiz yaxshi bo'lsa tushunasiz. Chungup darajani yaxshilab o'rganib, sekin ko'gubga qadam qo'ysangiz, bemalol tushunsa bo'ladi. Gapira olmaysiz, lekin tushunasiz o'sha shevalarni. Ha. Savollarim shundan iborat aka, rahmat. O'zbek tilidagi shevalar bilan bir xilda, o'zbek tilida tushunasiz-u, gapira olmasangiz ham. Xuddi shunga o'xshagan. Endi bunaqaniki chezudoniki ozgina farq qiladi. Juda jiddiy farq qiladi. Unda ozgina muammolar bo'lishi mumkin, lekin umumiy koreys tilisi yaxshi bo'lgan odamda unaqa katta muammo bo'lmaydi. Rahmat aka, savollarga javoblar uchun. Xo'p, sog' bo'ling. Kamoliddin aka, mikrofon yoqib beraman. Savol bo'lsa bemalol gapirsangiz bo'ladi. Kamoliddin aka, mikrofonni yoqdim. Savol bo'lsa so'rasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yaxshimisiz aka? Uzun video topayotgandim. Men 7-9 videoda kelganman. Oldin til kursidan bakalardan ko'p o'tkazganman-da. Aha. Menda hozir muammo shu sigi bo'lyapti aka. Shu 56, 60 dan o'tkaza olmayapman-da. Bu ham boyagi narsaga borib taqaladi. Umumiy koreys tilingiz yaxshi bo'lsa, sigini texnikalari bor. Shuni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Qadamma-qadam. Umumiy koreys tilingiz zo'r bo'lsa, 60 o'tgan bo'lsangiz, demak, siz umumiy koreys tilingiz yomon emas. Kitobi bor edi, Sigi Modingot degan kitob bor. O'sha kitobni ochadigan bo'lsangiz, o'rta darajali o'quvchilar bemalol o'qituvchisiz tayyorlansa ham bo'ladi. Kitob o'zi juda sodda tilda yozilgan. Shu kitob bilan ochib, sekin nima texnikalar ketyapti, boshlanish, kirish qanaqa yoziladi, o'rta gaplar qanaqa, har xil misollar bilan kirishlar bor, o'rtada gaplarni qanaqa bog'lashlar bor. Mana shu narsalarni ko'rib turib ideyalar olsangiz bo'ladi. Va tayyor yozilgan sigilarni olib, o'qib, tahlil qiladigan bo'lsangiz, savollarini ko'ringda, bitta o'ylab ko'ring, o'zingiz nimalar degan bo'lardingiz. Boshidagi 3 ta savollarni ko'rib, nima fikrlar kelyapti miyangizdan, umumiy sigini hammasini ko'rmasdan turib, tepadan ozgina o'zingiz fikrlab ko'rsangiz, undan keyin boyagi sigidagi hamma ma'lumotni bitta-bitta o'qib chiqib, qaytadan chiroyli gaplari bo'lsa, mana shuni ham yozsam bo'lar ekan, gapimni ishlatib ketsam bo'lar ekan deb e'tibor qaratib ketadigan bo'lsangiz, sekin-sekin rivojlanib boshlaydi, ya'ni miyangizga quyilib qolib boshlaydi. Ya'ni siz xohlayotgan 65, 70, ya'ni 60 balldan tepa ball beradigan sigilarni ko'rib tahlil qilishingiz kerak. Nima uchun sizga past ball beryapti? Siz boyagi yozishda har xil xato qilib qo'yapsizmi? Buni men hozir aniq bittada aytib bera olmayman. Ya'ni sizni ko'rishimiz kerak, sigingiz qanaqa, grammatik xatolar qilyapsizmi, imloviy xatolar ketyaptimi yoki cho'g'ib darajada yozib qo'yapsizmi? Xulosalar qay darajada berilyapti? Umumiy, juda ham umumiy. Shuning uchun boyagi kitobdan bitta ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, hammasini o'zingiz mustaqil o'rgansangiz bo'ladi. Rahmat. To'g'ri shukur. Lekin
Xudoga shukur, eshitish bilan yozishda birinchi eshitishda qiynalasim, hozir eshitish to'g'riladim, shu yozish qiyin bo'lib qoldi endi. Yo, ishlasangiz bu ham osonlashib ketadi. Boshida qiyindek tuyuladi. Boyagi aytganimdek, bunaqadan o'tib olish kerakda. Boyagi molxonadan o'tib olish kerak. To'xtab turibsiz-da, siz boyagi o'tib oladigan mashinami nimadir bilmayapsiz, qanaqa yo'l bilan. Bitta shu yerdan o'tib olsangiz bo'ldi, yog'i ketadi. Shuning uchun ozgina harakat qiladigan joyi. Ana shu Sigi faqat alohida Sigidan o'tadigan bironta domla bormi? Hozir men oxirgi kelganimda 100ga 98 olganmanda. Faqat shu Sigi oyog'imdan tortyapti, yomon tortyapti. Agar men Sigimni to'g'rilab olsam, maqsad 80daga yozishda 280 olib, shunday karsini to'xtatib, ayrilishdan ko'tarishim kerakda, 5-5 da. Tikkidan 98 oldim dedingizmi? 100 olganman, 50dan 98 olganman. Muammo yo'q, 100dan 100 hozirgi holatimga o'raman. Koreyada o'zi ancha mashq qilyapmiz. Xudoga shukur 100dan 100 hozir uncha ishonyapman-da o'zimga. O'zbekistondan lekin uncha ishonmaganman. Hozir bu yerda ancha o'zgardikda, kitoblar, materiallar Koreyada kuchli ekanda. Kitoblar 2025 Tesla ko'p tez ishlayapmiz-da. Hozir o'zi reshpidagi hamma qoidani o'zi o'rganib, hozir qiynalmayman-da. Faqat shu Sigi oyog'imdan yomon tortyapti-da. O'zimda alam kelyapti. Domlarim bitta IMTL degan domlaga qatnashdim. Iborim, u kishi ham hozir YouTube kanali yopilib ketibdi. O'sha 53imni yaxshi qildi, 51, 52imni ko'tardi, 54im nolda hozir. Men boshida 200 bugun yozaman, keyin yozolmayman, qotib qolyapman o'shandan keyin. Nima qilishni ikkilanib qolyapman. Shundan keyin to'xtatib qo'yib, o'sha yerda to'xtayapman-da, yozmayapman, keyin dam olib o'zim bu yoqqa ilgiga tayyorlab yuboryapman-da. Da, tushunarli. Tushundim sizni. Darajangiz yaxshi ekan, agar tikka juda yuqori ekan. Bunaqa holatda bemalol siz o'qituvchisiz o'rgansangiz bo'ladi. Boyagi aytgan kitobimdan bir ko'rib o'tishingiz kerak. Siz kitobdan o'rganmagansizda, shunda hali Sigi uchun alohida shug'ullanmagan ekansizda. 51, 52, 53da boyagi ilk yillarni yaxshilab o'qib yursangiz ham topsangiz bo'ladi. 53 endi ozgina texnikasini ko'rish kerak, juda oson. 54 uchun boyagi ozgina mashq qilish kerak bo'ladi. YouTube'ga keyin Sunsa Topic degan koreys o'qituvchi bor. Shunda faqat Sigi 54 uchun anaqalar qiladi, videolar chiqaradi, juda zo'r qilib tushuntirib bergan. Bitta ko'rsangiz kamida bir 10 ball bittada ko'tarsangiz bo'ladi, videolarni ko'rib chiqsangiz. Uni boshqa kitobdan o'qimasdan ko'rib chiqqaningiz o'ziga yaxshigina ballingizni ko'tarib olsangiz bo'ladi, aytayotgan texnikalarini ishlatib. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, boyagi aytganimdek, darajangiz yaxshi bo'lsa, sizga o'qituvchi kerak emas. Faqat mana shunaqa yozilar ekanda degan narsani ko'rishingiz kerak. Real naqani kitobni ochadigan bo'lsangiz, boyagi Sigi Mudingotda hammasi berilgan. Nima boshida qanaqa mavzular, misol uchun muhimlilikka qanday yoziladi, oxirida xulosa qanday yasaladi, bo'lib yozish kerak-ku. Sirazi kreso iroki headenda deb yozmaysiz-ku. Shuning uchun mana shuni qilish kerak deb sirazi xulosa yasab qo'ya olmaysiz-da. Kirish gaplar berishingiz kerak. 2-3ta misol uchun deb turib to'ldiruvchi gaplar berib o'tishingiz kerak. Bularni qandoq chiroyli koreyslar yuqori ball beradigan darajada yozishi shu kitob zo'r o'rgatadi. Shu kitobni ko'rib, boyagi aytganimdek qaytaraman, Sunsa Topic deb yozsangiz YouTube'ga o'zbek anaqada lotin alifbosida Sunsa Topic deb yozsangiz koreyscha videolar chiqadi. Shundan yaxshi narsalar olsangiz bo'ladi. Rahmat. Xudoga shukur. Keyin mendan keyin ham bitta ukam boshladi-da, hozir ko'rsataman. Ekranni stream qilib. Hozir u boshqa zavodda-da, mana qarang darajasini. Mendan keyin boshlagan 8ni qarang. Men hozir ko'ra olmayman, jonli efirda bo'lganligim uchun. Ko'rinar ekan. Mana qarang. Bu bolani taniyman. Bo'ldi, ko'rindi. Bu bolani taniyman, Telegram kanali bor edi. Hozir men bilan bitta zavodda-da. Biz birga boshlaganmiz. Shamsod degan bolani taniysizmi? Manjon. Taniyman. Shu bilan gaplashsam, faqat aytayapti, sen Sigiga tayyorlanmayapsan, nima qilsa bo'ladi deb gapiryapsan, Sigini tayyorlanish kerak deb. Haqiqatdan men 54 ni yomon ko'rganman. Qiyin deb o'ylaganman, lekin oxirgi topib kirganimda ozgina yozdim. O'sha
48, 46 olganman, lekin birdan ko'tarib yubordi-da. 66, mana shunday bo'lib qoldi. O'zim hayron qoldim. 200 bo'lganga shuncha barq yubordi. Shuni aytyapman-da, siz harakat qilmayapsiz-da, bitta joyda turibsiz-da, yo'q, menda ko'tarilmayapti, nima qilishim kerak. Siz pang-poplarini, Yorokadi pang-poplarini ko'rishingiz kerak-da, har xil. Bunaqa yozib ko'ramanmi, bunaqa yozib ko'ramanmi. Boyagi aytganimdek, kitobda ko'rsangiz, bittada ko'tarsangiz bo'ladi boyagi YouTube kanalda. Ya'ni namuna bo'lishi kerak-da, siz nimadirdan ko'rib o'rganishingiz kerak. Ha, shunaqa yozishim kerak ekan degan narsani ko'rsangiz, keyin shunaqa yozib boshlaysiz. O'zingizdan o'zingiz bittada ko'tarilib qolmaydi. Shunday aka, rahmat. Hamma narsa o'zidan bo'lib qolmaydi. Shu harakat, mehnat. Shunday. Sog' bo'ling, Kamoliddin aka. Hop, Murodjon aka mikrofoningizni yoqamiz. Keyin Alisher akanikini yoqamiz. Xo'p, savollar bo'lsa eshitaman. Okey. Alisher aka, siz mikrofoningizni yoqamiz. Imkon qadar Maragi bilan bog'liq savollar berilsa yaxshi bo'lardi. Ya'ni bugungi suhbatimiz Maragi bilan bog'liq bo'lganligi uchun imkon darajasida. Murodjon aka, eshitaman, savol bor bo'lsa. Okey. Izohlari bir ko'rib o'taman. Agar izohlarga ham savollar yozilganlar bo'lsa, bir qator javob berib o'tamiz. Hop, qanaqa podkastlarni eshitsak bo'ladi, qaysi podkastlarni eshitsak bo'ladi deyilgan. Podkastlar juda ham ko'payib ketdi hozir. Har xil podkastlar bor. Boyagi faqat koreys tilida gapiradigani bor, koreyslarni taklif qiladigani bor, chet elliklarni taklif qiladigani bor. Orada to'xtab poyonlari, ifodalarni o'rgatib ketadiganlari bor. Bu ifodani hozir ishlatdim, bu joyda mana shunaqa joylarda ishlatsanglar bo'ladi deb turib, real holatda zo'r o'rgatib ketadiganlari bor. Buni faqatgina podkast deb yozsangiz o'zi chiqadi YouTube'ga. Korean podkast deb turib inglizchada yozsangiz ham bo'ladi yoki Hangugo, Chunkogo podkast deb yozsangiz ham chiqadi koreys tilida. Yozsangiz, o'z bittasini eshitsangiz, tagidan 2-3tasini sizga tavsiya qilib boshlaydi. 2-3tasini eshitib ko'rasiz, har xilini, sizga qaysi biri ma'qul bo'ladi. O'zingizga ma'qul bo'ladiganini olib, doimiy obunachisi bo'lib eshitib yursangiz bo'ladi. Hozir juda ham ko'p turi, shuning uchun o'zingizga ma'qulini topib olsangiz bo'ladi. Darajangiz bilan birgalikda yozsangiz, o'zingiz darajangizga mos chiqib keladi. Zayniddin aka, sizga menimcha kechroq kirdingiz, chunki oldinroq aytib o'tildi. Tez gapirganda tikki eshitib tushunish borasida qayta aytib o'tdim. Suhbatimiz yozib o'tilyapti, yozib olinadi. Qaytadan eshitib bitta ko'rib olsangiz bo'ladi. Tikki ilki, alaykum assalom. Tikki ilki uchun agar darajangizni bilmayman hozir, to'g'risi, qay darajadasiz? Boshlang'ich darajada topik 1 uchun so'rayapsizmi yoki topik 2 uchun so'rayapsizmi? Sizni bilimingiz qanaqa? Chungukmi, ko'gukmi? Bularni yaxshi bilmayman. Shuning uchun aniq mana shunaqa deb ayta olmayman. Umumiy lekin Hapkok recipe bilan boshlasangiz bo'ladi. Topik 2 bo'lsangiz, tikki ilki savollarni qanaqa yechilishini o'rganish uchun. Mana shu jarayonning ichida o'zi sekin o'zingiz ham tushunib boraverasiz mohiyatni qanaqa yechish kerakligini. Topik 1 bo'ladigan bo'lsa, topik unga unaqa ham shart emas, hech qanaqa kitob ham shart emas, shunchaki darajangiz yaxshi bo'lsa bo'ldi, shundoq test ochib o'zingiz ham tushunib ketaversangiz bo'ladi. YouTube'ga yozsangiz ham video darsliklar ko'p. Savolingiz umumiy bo'lganligi uchun umumiyroq javob bo'ldi. Mikrofon yoqamiz, savol bor ekan. Savollar bo'lsa beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Rahmat, yaxshi. Men savolim shu Maragi bo'yicha
boshlang'ich darajadan o'zi mustaqil tanlash uchun qaysi kitobni maslahat bera olasiz? Men sal keyinroq qo'shib qoldim. Uzr agar aytib o'tilgan bo'lsa bu ma'lumot. Boshlang'ich darajada faqat maragiga e'tibor berib, faqat maragini chung-chung qilib ko'tarib yubormoqchi bo'lsangiz, buni o'zi iloji ham yo'qroq. Ya'ni aytganimdek, hammasi birga ko'tarilib kelishi kerak. Aytganimdek, ikkita inson oyog'i deb tushunsangiz bo'ladi. Tikki siz oldiga qarab ketadi, oyog'ingiz maragi orqada qolib ketadi. Bunaqa narsa iloji yo'q-ku. Ikkala oyoq birga ketadi, ya'ni tikki maragi birga ketadi. Eshitib tushunish, gapirish, eshitib tushunish, gapirish. Bir oyoq oldinda, bir oyoq orqada bo'lib ketadi. Ya'ni bir-biridan darajasi juda uzoq, katta bo'lib, orada raznica ochilib ketmaydi. Shuning uchun birgalikda ko'tarilib ketiladi. Umumiy koreys tilini baribir o'rganishingiz kerak. Sizga kimdir tushuntirib berib turishi kerak. O'qituvchisiz boshida iloji yo'q. Agar siz boshqa bir tilni biladigan bo'lsangiz, misol ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, o'qituvchisiz ingliz tilida yozilgan koreys tili kitoblarini o'rgansangiz bo'ladi. Korean Grammar degan kitob bor. Intermediate ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, shu kitobdan boshlasangiz bo'ladi. Lekin men baribir o'qituvchi bilan tavsiya qilardim, chunki o'qituvchi qay yo'lga tezroq borishni biladi. Sizga tezroq yo'l ko'rsatib turadi. Mana bunaqa emas, mana bunaqa, mana bu yerda xato bo'lyapti, bunaqa qilish kerak degan sizga feedbacklar ko'proq bo'lsa, tezroq yurib boshlaydi koreys tili. Bo'lmasa xato o'rganib qo'yishingiz mumkin. Umuman tushunmasangiz qolib ketish ham mumkin, motivatsiya so'nib ketadi. Shuning uchun o'qituvchi bilan boshida ishlab, chungupga chiqib olsangiz, o'rta darajaga chiqib olsangiz, u yog'iga bemalol o'zingiz olib ketsangiz bo'ladi. Ingliz tili bilan. Hozir darajam anaqada tikida, ilgida o'rta daraja, juda ham boshlang'ich emas, faqat grammatika bilan shug'ullangan. Maragi qolib ketganda. Qaysi kitobdan o'rgangansiz? Soul'da 1, 2, 3 dan chiqqanman. Hozir ham 3ni oxir 3bda. 3b gacha o'rgangansiz, to'g'rimi? Yo'q, gachamas davom etyapman o'rganishdan. 3a ni demak tugatgansiz, 3b ni boshladingiz, to'g'rimi? 3b bo'ladigan bo'lsa, bemalol harakat qilsangiz bo'ladi maragiga. U o'rta daraja hisoblanadi 3a dan. Agar mustahkam o'rgangan bo'lsangiz, shu joyigacha yaxshi o'rganib kelgan bo'lsangiz, bemalol Korean Grammar Intermediate adashmasam, ingliz tilini bilmayman, ozgina xato bo'lgan bo'lishi mumkin aytganlarim. Mana shunaqa kitob bor edi, kupanga yozsangiz chiqib keladi. Shundan zakaz qilib bemalol o'zingiz shug'ullansangiz bo'ladi. Ya'ni eng kerakliklari berilgan grammatikani chiqmaydigan boshqalar emasda, maragi uchun sizga kerak bo'lsa. Shu kitobdan bitta ko'rib chiqsangiz yetadi. Qolganiga boyagi podkastlardan sekin o'zingizning darajangizda, agar darajangiz pastroq, tikkini ko'p eshitib yurmagan bo'lib turib darajangizni ko'tarib olgan bo'lsangiz, misol 3a, 3b gacha chiqquncha tikkilar kamroq qilib sal bu tomonidan dangasalik qilgan bo'lsangiz, sal pastroq darajadagi tikkilardan boshlab tursangiz bo'ladi boshiga. Sekin ko'tarilib ketadi, chunki o'rgangansiz. Bitta ikkita tikki mashq qiladigan bo'lsangiz, o'zidan o'zi ko'tarilib ketadi. Keyin sekin podkastlarni ham darajasini ko'tarib boraverasiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Hop, yana bir kishiga ruxsat beramiz. Mikrofon yoqildi. Savol bo'lsa eshitaman. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Hozir mana ovozingiz uzilib kelyapti, yaxshi eshitilmadi. Internet sifati pastroq bo'lsa kerak. Endi eshitilyapti. Endi yaxshimisiz? Endi eshitilyapti. Menga maragi darslari kerak, Kugubdan Kugubga o'tadigan. Qay darajada o'rgangansiz? Hozir Koreyada bir yildan beri til kursida o'qiyman. Bakalavriatga o'tishim kerak. Keyin GTS dasturiga topshirmoqchi edim. Shuni maragi suhbatiga tayyorlanishim kerak. Zo'r.
Umumiy agar til kursida o'qib yurgan bo'lsangiz, o'rta darajani yakunlagansiz, to'g'rimi? Grammatikalarini, boshqalarini. Ha, hozir yozgi semestrda oxirgi nimasidaman, So'lda 5A'da o'qiymiz. Tugaydi, keyin GPS bo'ladi. Hozirda yaqinda olgan darajam 3. Yangi hafta xudo xolasa keyingi sana darajasi chiqadi. 5A gacha o'qigan bo'lsangiz, siz yorib olishingiz kerak. Ya'ni ozgina mashq qilsangiz, vobshe ko'tarilib ketadi. So'lni mashqlari juda ham zo'r ishlangan. Mana shular bilan bittada ko'tarib olsangiz bo'ladi. Yaxshi o'qib kelgan bo'lsangiz 5A gacha bemalol maragini ko'tarsangiz bo'ladi. Men o'zimda maxsus maragi kursi bor. Agar xohlasangiz, men o'zimga shaxsiydan yozib qo'ysangiz, o'zim shu kelayotgan chorshanba kuni darslar ochiladi. Yangi guruhimizga start beriladi, 4-guruhga. Faqat maragi ustida ishlanadi, ya'ni grammatika, so'z, boshqalar 3-4 o'rinda, 1-o'rinda faqat praktika. Shunga moslangan. Men o'zimning shaxsiy kursim. Agar o'quvchilar bo'lsa, bemalol yozib qo'ysanglar bo'ladi. Bu darslaringiz onlayn bo'ladi. Offlayn darslaringiz yo'qmi? Yo'q. Hammasi onlayn bo'ladi. Ha, bo'ldi, tushunarli. Rahmat ustoz. Xo'p, salomat bo'ling. Mikrofon yoqildi. Jisushi. 질문이 있으시면 질문해 주세요. 네, 안녕하세요. 잘 지내셨어요? 네, 잘 지냈죠? 지수씨는요? 저도요. 선생님, 네. 우즈베거어 말하던데 아니면 한국어? 네네네. 편하게 말씀하시면 되세요. 네. Gapiravering, Jisushi, savolingiz bo'lsa, bemalol bersangiz bo'ladi. Men to'plikda olgandim. Lekin ozgina maragida gaplashganda, siz masalan o'zbeklar bilan gaplashib, nima qilsam bemalol gaplashyapman, lekin koreyslar bilan gaplashganda gaplasholmay qolyapman-da. Ancha kursingizda o'qiganimdan keyin ancha yaxshi bo'ldi. Ayniqsalik xatolarim ancha tuzaldi. Ko'p bunaqa gapira olsam ham ko'p xato qilib qo'yardim. O'shalarga ancha foydali bo'lgandi kursingiz. Hozir shunaqa muammo bo'lyaptiki menda. Koreyslar bilan gaplashganda ozgina anaqa changpi bo'lyaptimi, nimadir bo'lib xato qilib qo'yaman deb o'ylayapman. Uncha gaplasha olmayapman. Keyin titkiydi va titkiydi, yana qanday qilib o'stirsam bo'ladi, titki sabablimikan deb. Ya'ni titki bilan maragida teng olib ketishim uchun nima qilishim kerak degan savol. Tushunarli. Jisushi maragi kursimizda o'qiganlar oldin. Meni o'zimni maragi kursimda o'quvchim bo'lganlar. Hop, savolingiz, agar sizda koreys tili darajangiz 4 oldim dedingizmi? Yo 3 oldim dedingizmi? 4-a? 4. Hop, umumiy koreys tilidan topik yechish uslubi emas, umumiy koreys tilini qanaqa o'rgangansiz? Mana shunga borib taqaladi. Hamma narsa topik ham, maragi ham, umumiy koreys tilingizni yaxshi qilib olishingizga borib taqaladi. Umumiy koreys tili zo'r bo'lsa, topik ham 1 oy o'rganib, qanaqa nima sirasi olib olib chiqsiz bo'ladi-da. Qayta o'quvchi boshqa bo'lib o'tirmaydi. Umumiy koreys tili zo'r bo'lsa. Maragi ham xuddi shunaqa, umumiy zo'r bo'lsa, ozgina ishlanadigan texnikalarini ishlasangiz, bo'ldi, ko'tarilib ketadi. Tikki ham boya agar sal kechroq kirgan bo'lsangiz kerak, tikki bilan maragi birga yuradi degan misollar bilan tushuntirib berdim. Xuddi shunaqa birgalikda olib ketish kerak. Tikkingiz yaxshi bo'lsa, keyin maragingiz yaxshi bo'ladi. Shu dars jarayonida aytib o'tganimdek, o'sha texnikalar birgalikda o'rganganlarimizni qo'llab turib, podkastlarni tahlil qilishingiz kerak bo'ladi. O'shanda tikkingiz yaxshilanib boradi. Tikkingiz yaxshilansa, o'z-o'zidan maragi ko'tarilib ketadi. Boyagi shu darslarda o'rganilgan texnika bor-ku, qandoq koreyslar gapirganini tahlil qilamiz, qanaqa o'rganamiz, qanaqa qilib maragiga uni qo'llaymiz. Shu texnikalarni yana bitta qaytadan ko'rib chiqing, darsda turib adashmasam.
Tushundim. Yana bitta nima so'ramoqchi edim. Holat shundaki, maragi aytganimdek, koreyslar bilan ozgina muammo bo'lyapti. Endi o'zi bilasiz, ular tez gapirib yuboradi ba'zida. Shuning uchun nima qilyapman, o'zim ovutyapman. Lekin o'sha sigi ham, ilgi ham yaxshi bo'lyapti-yu. O'sha oldingidek, menimcha titkida muammomi? Titki ham qolgan 3 bosqichga qaraganda orqada qolib ketyapti-da. Ancha emas, ozgina orqada qolib ketyapti. O'sha sababli maragimga menimcha xalaqit beryapti. Xuddi shunaqa. Aytib o'tganimdek, maragi bilan tikki birga yuradi. Tikki qanchalik yaxshi bo'lsa, yaxshi eshitib tushunsangiz, boyagi siz o'rgangan narsalaringizni gapirganda tushunasizda siz. O'rgangan narsalaringizni gapirganda kelsa, koreyslar tushunib boshlaysiz. Qolgani shunda o'tkazib yuboradi. Unaqa miyamiz. Tushunmaysizda, eshitaverasiz, tushunmaysiz nima deganini. Faqat o'zingiz o'rganganlaringizni terib tushunasiz. Misol, koreys gapirdi, siz 30-40% tushunasiz, faqat shu 40% o'zingiz o'rganganingiz bo'lib chiqadi-da. Undan oldin o'qituvchi bilan o'rganganingiz yoki o'zingiz o'rganganingiz bo'lib chiqadi. Shuning uchun umumiy koreys tiliga murojaat qilish kerak bo'ladi. Agar chungup darajani zo'r o'rgangan bo'lsangiz, ko'p o'tish shart emas buning uchun. Faqat boyagi podkastlar bilan aytganimdek, darsda aytilgandek faqat podkast bilan ishlashingiz kerak, tahlil qilib. Bilan nima deydi? Nega yozuv bilan birga demoqchimisiz? Bitta eshitasiz, keyin uni to'ng'abi bilan ko'rasiz, tahlil qilasiz, keyin yana qaytadan eshitasiz. Aha, bo'ldi. Tushundim. Ustoz, rahmat katta javob uchun. Xo'p, salomat bo'ling. Diyorbek, oxirgi bo'lib so'z beramiz. Diyorbek, savolingiz bo'lsa eshitaman, keyin yakunlasak ham bo'ladi. Hech bo'lib ketib qoldim. Assalomu alaykum. Sonsinim, menga gapirdingizmi mabodo? Uzr, eshitmay qoldim. Diyorbek, salomatmisiz? Yo'q, men bu yerda Tohirov. Va alaykum assalom. Tohirov Diyorbek ismli obunachi qo'l ko'targan ekan. Shunga siz bo'ladi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatulloh. Aka, yaxshimisiz? Menda bitta savol bor-da, hozir. Qayerda ishlayapman? KIPmi, Topikami registratsiya qilsa bo'ladimi? Mana shu yerdan turib topshirsa bo'ladimi? Bo'ladi, nimaga bo'lmaydi? Shular qachon bo'ladi shular imtihonlar? Topik imtihoni aynan mana shu hozirgi jonli efir bo'layotgan kanalda joylab boriladi. Qachon registratsiya bo'ladi, qachon imtihon bo'ladi, sanalari har doim jo'natib turiladi. Kanalga e'tiborli bo'lib tursangiz yuboriladi. Mana shu aynan hozirgi kanalga Topik borasida. KIP borasida o'zingiz qidirishingiz kerak, saytga kirib turib, Google ga yoki Chrome ga kirib turib, KIP deb turib yozsangiz, sayt chiqib keladi. Shundan kirib turib, sekin darslarga registratsiya qilsangiz bo'ladi. Onlayn kerak bo'lsa, offlayn kerak bo'lsa, KIP ni offlayn ham olsangiz bo'ladi darslarni. O'zingiz yashayotgan hududda chet elliklar sentri bor yoki oila sentri bor, Kajok sentri deydi. Shu joylarga borsangiz, darslari bo'ladi. Shu joydan offlayn darslarni olsangiz bo'ladi. YouTube ga yozadigan bo'lsangiz, KIP darslari desangiz, o'zbekchada qanaqa registratsiya qilish kerak, darslar qanaqa ko'rinishda bo'ladi, o'zbek tilida tushuntirilgan videolar ham ko'p. Topikka registratsiya qilish uchun mabodo registratsiya qilib beradiganlar ham bo'lamiz shu kanalda. O'zingizlar qilib beraverasizlar? Registratsiyani Diyorbek qilib beradi, adashmasam Diyorbek qilib berarmidingiz registratsiya? Topik registratsiyami? Ha, xudo xolisa Topik registratsiya qilib beramiz Koreyadagilar uchun, ha? Koreyada shu yerda turib topshirsam bo'ladimi deb ashlarni bilmoqchi edim. Y7 vizaga topshirmoqchi edim-da, shu 2 yil muddatga yetadi, Topik olib qo'ysak. Ha, xudo xolisa kabinetingizgacha o'zim ochib, inshaalloh yordam beraman. Bo'ldi, xudo xolasa sizga lichkangizga ham yozib qo'yaman aka. Xo'p bo'ladi, xo'p. Rahmat katta. Sog' bo'ling, Diyorbek.
Hop, oxirgi savol bilan yakunlaymiz. Izohlarda yozilgan ekan. Topik 5im bor. Maragi mashq qilish imkoniyati yo'q, chunki O'zbekistondaman. Qanday maragi yonsib qilsam bo'ladi? Yonsib qilish uchun programmalar bor. Hello Talk degan programma bor. Mana shundan koreyslar bilan mashq qilsangiz bo'ladi. Bemalol. Topik 5ingiz bo'lsa, o'zingiz darajangizda sekin olib borsangiz bo'ladi, suhbatlashsangiz bo'ladi koreyslar bilan. Play Marketga yoki App Store'ga yozsangiz chiqib keladi. Shu bilan bemalol mashq qilsangiz bo'ladi va o'zingizni darajangiz bilan mos bo'lgan, maqsadi o'zingiz bilan bir xil bo'lgan, maragini ishlayman degan odamni o'zingiz o'zbekka topib olsangiz ham yaxshi. Onlayn bo'ladimi, offlaynmi, ko'rishib, gaplashib, boshqa qilib mashq qilib tursanglar, juda ham katta o'zgarish bo'ladi. Yonsib bilan bo'ladi. Faqat mashq qilaversangiz maragingiz yaxshilanib ketadi. Boshqa iloji yo'q. Agar bizda men o'zimda kursim bor, maragi kurs. Agar aynan mana shunaqa mashq qila olmaydiganlarni birgalikda mashq qilish uchun yig'ilgan, faqat hamma maragini rivojlantiraman deganlar yig'iladi. Jonli efirlar qilamiz, darslar qilamiz. Agar darslarga qiziqishi bor bo'lgan o'quvchilar bemalol meni o'zimga ham yozib qo'ysanglar bo'ladi, shaxsiydan. Xo'p, boshqa savollar bo'lmasa, darsimizni yakunlaymiz. Hammaga rahmat. Oxirgacha bo'lganlarga salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.